Assalomu alaykum, Cherohat Adamaster YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Ariza 6 mashinamiz haqida polni ko'rib chiqamiz. Ariza 6 Pro'mizning bu birinchi pozitsiyasi va 1.5 atmosferli motor bo'ladi. Hozirgi paytda Halfbop eng yaxshi sotuvga ega bo'lgan mashinalarimizdan bittasi shu bo'lyapti. Saloniga bir e'tibor berasiz. Salonlarni mana ko'rsanglar bo'ladi. Sidinalari, chexollari koja bo'ladi. Figuralarni ham ko'rasizlar, juda ham bir ajoyib qilingan bo'ladi. Barlariga ham bir e'tibor beringlar. Barlari ham bir qulay qilib ishlangan. Mashinamizning rullari multi rul bo'ladi, ko'rib turibsizlar va yonida tablosi ham bo'ladi. Xo'p, mashinamizning orqa salonini ko'pchilik bizda so'rashadi. Salon qanchalik kengmi, tormi? Salonni mana ko'rib turibsizlar, ancha-muncha joyi bor va salonimiz orqa sidinalari ham koja bo'ladi hammasi. Mashinamizning balonlari 16 razmerda bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, juda ham bir qoraytirilgan, ajoyib diskadan qo'yilgan bo'ladi. Orqa tomonga keladigan bo'lsak, orqa faralari ham juda ham bir ajoyib qilingan bo'ladi. Bagaj sig'imini ko'rsataman sizlarga. Bagaj sig'imi kattagina bo'ladi va o'zida zapaska balon bilan jihozlangan bo'ladi. Damkrat, ключ hamma narsasi bor. Va bu yerda o'zini znaklarigacha bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bu yoq tomonlari ham, apshikalari ham yopishtirilgan bo'ladi. Xo'p, mashinamizning orqa tomonida zadniy kamerasi va datchiklari bo'ladi, Parktronic. Zadniy olganinglarda kerak bo'ladi. Mashinamizning rulini ko'rib turibsizlar, multi rul bo'ladi va bu yer o'zida o'ng tomonimizda bizada ovozini baland pasaytirgani va mana bu monitorimiz uchun xizmat qiladi bizga. Chap tomonida ko'rib turibsizlar, kruz kontrollari bor. Xo'p, mashinamizda EcoSport rejimi bor. Birinchi pozitsiya bo'lishiga qaramasdan shu rejim bilan ham jihozlangan bo'ladi. Bu yoq tomondan isitish va sovutish funksiyalarini ishlatsak bo'ladi. Avarinka knopkasi bu yerda joylashgan bo'ladi. Monitorimizni ko'rib turibsizlar, juda ham bir ajoyib qilingan bo'ladi. Bemalol telefoningizda agar iPhone bo'ladigan bo'lsa CarPlay yokida Android bo'ladigan bo'lsa Android Auto prilojeniyalari bor. Bemalol ishlatib ketsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mashinamizning bar qismi ham juda ham bir ajoyib qilib ishlangan. O'zini skorslari va rushnoylari elektriskiy bo'ladi va bitta knopka qilib qilingan bo'ladi. Barga ham qo'lni qo'yib bemalol katta yo'lda dalniyda yurganda ham charchatib qo'ymaydi sizlarni. Teng bo'lib bu mashina sedan mashina. Ariza 6 Pro avtomobilimiz ko'rib turganinglardek 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Rasxod unaqa ko'p bo'lmaydi. 7 tadan 9 tagacha maksimal rasxod qiladi. Bu mashinamizni xarid qilish usullari hozirgi paytda rassrochka, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lash, kredit 5 yilgacha, lizing olsangiz bo'ladi. Xohlasanglar naqdga 25 million foydasi bilan olib ketsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda trading xizmatimiz ham bor bizda. O'zingizlarning mashinanglar bo'ladigan bo'lsa, boshlanish puli sifatida qoldirib, o'rniga xuddi shunaqa yangi mashinalarni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Ulug'dan Rohatga turishda o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Biz sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz.